Meni Instagramda ko'pchiliginglar hayotga yengil qaraydigan odam sifatida taniysizlar. Qaysidir ma'noda shunaqa ancha-muncha narsani ko'nglim yaqin olmayman, lekin hozir siqilib qolganman. Sababi 1-2 soat oldin Reels tutyapman, Instagramda ko'rib siqilyapman. Nimani men noto'g'ri qilyapman? Nima? Qayerda adashdim deb. Sababi O'zbekistonda turib shunaqa mashinalarda videolar qilishyapti. Takoy pachka dollarlar sarflashyapti. Naleva направо. Bilaman bu narsa hammasi fakeligi. Lekin o'sha bosim menga ham o'tyapti. Bo'lmasa miyam ishlaydigan odamman, zombi emasman. Amerikada turib ancha-munchasidan yaxshi yashayman. Xudoga shukr, minib yurgan mashinalarim ham yomonmas. Savurqlilar qishloqda hali o'zini realizovat qila olmagan, hali vaqti yetib kelmagan mujiklar ko'rib bu narsani qanchalik siqiladi, qanchalik tushkunlikka tushadi. Qizlar bu narsalarni ko'rib qanchalik o'zlarining erlariga va yigitlariga plankani ko'tarishadi. Bu palon qilibdi, menga ham palon qilishing kerak deb luboy qizni, luboy erkakni podsoznaniyasiga ongini ostiga uradi, shu narsa qolib ketadi. Aytyapman, Amerikada bo'lib turib shu darajada bo'lyapti. Bo'lmasa bu hammasi fakevi videolar. Undan bundan qarz olib bitta video chiqarishadi, uyga borib yonboshlari zaynlab ketgan unitazda o'tirib kishadi bo'lmasam. Hayronman, akalar kamroq ko'ringlar. Men bir marta mana shu Instagramda videosini bugun ko'rib qo'yibman, shu 2 soatcha shu bilan siqilib qoldim mana. Men Amerikada bo'lib turib akalar.